Salom do'stlar. Demak, bu opamiz Namangan viloyatidan murojaat qilib kelgandilar 5 oy oldin. 5 oy oktyabr esa 9-oktyabr. 5 oy oldin. Demak, siz nima shikoyat bilan kelgan edingiz? Umuman ichim kelmay qolgandi. 15 yildan beri ichim kelmasdi, to'g'rirog'i. Oldinlari dorilardan kelib turardi. Keyin dorilardan kelmay qoldi, klizmaga o'tdim. Faqat klizma bilan bir 2 yil, 3 yil hayot kechirdim. Qiyin bo'lgan-a? O'ta ham. Shu bir hafta bo'lib qoladi, 5 kun bo'ladi, klizma qolaman. Shunaqa qilib yurdim, juda ham qiynaldim. Sizni mana shu keyin telefonda uzoq yurishga sabab. Vrachlar ko'rmaganmisiz? Vrachlarga ko'ringanman. Ular esa bunaqa apparatlar unda yo'q edi oldinlari. Meni o't qopingizdan bo'lish kerak deb faqat o't qopimga davolanib yurganman endi o'sha paytlarda. O'ziga tushganman, da ichaklarimda muammo borligini bilishmagan. Mutaxassisga, to'g'ri mutaxassisga hech kim sizni yo'llamagan. Yo'llamagan. Ha, yo'llamagansiz. Demak, operatsiya qilishga keyin reja qildingiz. Reja qildim. Ko'rib, to'g'risi sizni nimalarni kuzatib, videolarda ko'rdim. Meni operatsiya jarayonlaringizni polniy kuzatib, 1 yil kuzatdim sizni. Keyin qanday jur'at qildingiz? Shu sizni o'sha yerda klientlaringizni umuman so'zlaridan o'zimga kuch olib, shular nima bo'lganda men ko'rina olmaymanmi deb. Yo'q, yaxshi, mana Xudoga shukr. Demak, shu oktyabr oyida o'tgan yil, mana 5 oy oldin kelganlarida bularda tekshiruvlardan keyin ma'lum bo'lgan, что yo'g'on-ichak umuman ishlagani yo'q, kengaygan, uzaygan, ne только yo'g'on-ichak, уже ingichka-ichakda ham ish faoliyati juda sekinlashib ketganda, haligi уже yillar davomida surunkali qabziyat bo'lsa, organizm shunaqa zaharlanadi, ichaklar уже shunaqa dangasa bo'lishni boshlaydi. Juda qiyin. Bu so'rilish, ana iste'mol qilgan mahsulotlarni so'rilishlariga ham ta'sir qiladi. Hammani avitaminnoz, boshqa qon kamayishlar, bosh aylanishlar, ko'ngillanishlar. Kayfiyatga ham deylik. Birinchi o'rinda kayfiyat, asablar, asab ketadi. Asabiylashib shunaqa bo'lib qoldim. Ularga umuman asab bo'lib qoldim. Xotiram kamayib qoldi, o'zimga sezilyapti. Уже nervniy sistemaga birinchi o'rinda ta'sir qiladi. Va mana bularni laparoskopik usulda operatsiya qildikmi? Demak, yo'g'on-ichagingizni shu uzaygan, ishlamayotgan qismlari olingan. Xudo xolisa buni bitib ketgan hozir. Bilmaysan, qayerdan. Mana 5 oy ichida o'sha izlari ham yo'q. Demak, operatsiyadan keyin o'zingizni qanday his qilgansiz? Qiyinchilik bo'lgan-a sizda? Endi bo'ldi, to'g'ri. Qiyinchilik bo'ldi. Endi birdaniga yo'g'on-ichak o'zi ishlamasa, ingichka-ichak ham ishlamasa, ingichka ichagimda ishlash qiyinroq bo'ldi. Rahmat, doktorlar, mana sizlar bor ekansizlar, to'g'risi. Dalda bo'ldilaring. Voy, bu kunlar yomon tushkunlikka tushib qoldim. Mana hozir Xudoga shukr, yaxshiman. Juda ham yaxshiman. Ishlab yuribsiz. Hamma yoqman. Ovqatlarim ham yaxshi, suyuqliklarga ko'proq iste'mol qilyapman. Roza ham tutdingiz? Roza, mana bugun rozani 26-kuni roza tutyapman, 26 kundan beri. Yo'q, hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Xudoga shukr. Oldingidan juda ham yaxshiman, yengilman. Hatto kayfiyatlarim ham yaxshi. Oila xursand, juda ham hamma xursand. Juda ham xursandman. Bular bugun ko'ringan emas, meni ko'rgani kelishdi. Do'stlar xursandchiligidan, kayfiyatlari yaxshi. Sizga rahmat aytgan keldim. Telefonda emas, mana shu yuz bilan ko'rishib, rahmat aytay deb keldim. Juda xursand bo'ldim. Eshitib, men tekshirilgani keldim ekan desam, yo'q, sizni ko'rgani keldik, rost. Shunga o'zlari mana video beraman, videoga gapiraman. Qolgan bemorlar ham qo'rqmasin. Agar shunday mendek qiynalayotgan bo'lsa, mana men 15 yillik azobdan qutuldim. Shunday nimalardan qutulish uchun qo'rqmasdan kelaverish kerak. Sizlar mana sizlarga shu o'zini topshirish kerak. Rahmat, topshirish kerak. Sizlar baribir uddalaysizlar. Men juda ham xursandman. To'g'risi, rahmat sizga. Lekin juda xursand bo'ldim. Haftani boshi yaxshi kayfiyatlarda boshlandi. Mana hozir endi yana yaxshi energichniy bo'lib ishlaymiz. Bemorlar ko'p, operatsiyalar ko'p ishlaymiz. Rahmat sizga, vaqt ayirib shunchalik kelibsiz, rahmat aytdingiz. Xursandman. Asosiysi yaxshi bo'lib ketganingizdan xursandman. Xudoga shukr. Hamma doktorlarga rahmat, shu yerdagi hamma doktorlar dalda bo'lishdi o'sha kunlari. Sog' bo'ling, rahmat. Xudoga shukr. Sizlarga ham sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Hech ham kasal bo'lmanglar, lekin qanaqa shikoyatlar bo'lsa bemalol murojaat qilib kelishlaring mumkin. Yordam berishga
harakat qilamiz. Rahmat opajon. Rahmat.